12 soat ishlab kuniga 10 ming so'm oylik oladi bir odam. Oyoq qo'li bilan ishlab. Endi bir odam kuniga 2 soatdan ishlaydi, 20 ming so'm oylik oladi. Birinchi odam faqat qo'l mehnatini qilar edi, ikkinchi odam aqliy mehnatni qilardi. Aqliy mehnat doim qimmat turadi jahon bozorida. Til bilasiz, 2 xil til, soatiga 50 dollardan deb qo'yadi. O'qib bo'lmagan ekan, o'sha ingliz tili bilan rus tilisini zo'r ish chiquvdi-da, soatiga 50 dollar. Qaranglar, aqliy mehnatning narxi jismoniy mehnatning narxidan baland turadi. Birodarlar, hozir pul bermasinglar bolangiz o'qiyotgani uchun. Yuraverasam 18 ga kirsang ham kitob o'qi, bar chiqib ishla deyotganlar johil odamlar bo'ladi. O'qib bolam, o'qi. Sendan non, go'sht talab qilmayapmiz. Bizni davrimizda o'qib ol bolam deb ota aytayaptimi? Dunyodagi eng zo'r ota shu. Mana shu